Assalomu alaykum aziz Uchqudu 24 kanalining aziz muxlislari hamda obunachilari. Har doimgidek yonimda go'zal latofatli Laylo Mahmudovna qolaversa kadr ortida Mehriddin Tog'ayev, Qobiljon Qurbonov bugun yana bir baxtli insonni tavallud topgan kunlar bilan tabriklash uchun Laylo opa xonadonlariga tashrif buyurdik. Albatta Qobiljon, biroz bu loyihamizda uzilish bo'ldi, lekin o'sha yaqinlarni tabriklash, yaqinlarni xushnud etish, bugun o'sha tezlashgan zamonda o'sha mehrimizni bir-birimizga yetkazish eng katta baxtliligini izhor etish uchun yana bugun Uchqudu 24 kanalining bu mening onam loyihasi yana bir o'sha uchquduliklar uchun xizmat qilayotgan uchqudu bolajonlarini bir sevimli ustozi tomoniga yo'l olamiz va lekin hozir bu kimligi haqida sir. Albatta, Alisher Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidan tashrif buyurib, bugun singlisi qolaversa qo'shaloq onajonlarni tavallud topgan kunlar bilan tabriklash uchun bizga murojaat qilgan. Hozir ko'ramiz. Bugun sening tug'an kuning, zo'r sog'liq tilayman, vaqt umr surgun, har kunga zarar. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, qadrdonlar. Bugun yana bir yaxshi niyat bilan bir xonadonga Laylo opa tashrif buyurdik. Bugun o'z tug'ilgan kunini nishonlayotgan, bu yerda qo'shaloq bayram bo'lyapti. Biz eng avvalo onajonlarimizni qolaversa Laylo opa bugun Muniraxonni bugungi tavallud topgan kunlar bilan tabriklaymiz. Tug'ilgan kunlari muborak bo'lsin. O'sha bu mening onam loyihasi, endi Uchqududa agar bugun birinchi mehmon bo'layotganlar bo'lsa, eng baxtlilarni bir tabriklaydigan, yaqinlar tomonidan tabriklaydigan bir loyihamiz. Muniraxon bugun o'sha nafaqat o'sha Uchqudu 24 kanalining loyihasining eng yaxshi ishtirokchisi, balki o'sha Uchqudu bolalariga bugun ilm berayotgan, o'sha birinchi arifdan o'tayotgan eng yaxshi 20-maktabda ustozlardan biri ekanlar. Bugun yana bitta baxtiz, mana onangiz, otangiz, qaynonangiz, mana shu eng yaqinlaringiz yonizdaligi eng katta baxtiz. Va mana shu doimiy tarzda hech kimga yo'l berilmagan, mana shu bug'doyzor xalqimizda doim o'sha musulmon olamida ham dunyoda ham nonni bosish eng katta uvol bo'lgan. Mana shu bug'doyzor oralab yurishga faqatgina o'sha shuncha paytdan buyon o'sha oqsut yeb bergan onasiga ham rozilik berilmagan, bug'doyzorda o'tirib borish otasiga ham berilmagan, hech qaysi yaqiniga berilmaganda faqat akagagina berilgan. Demak, o'sha eng jon tomirimizga yaqinimiz, onamizdan, otamizdan ham yaqinrog'imiz akamiz bo'lar ekan. Bugun o'sha 300 kilometr yo'lni bosib, singlisini tug'ilgan kuniga mana shunday tashrif buyurgan, mana shunday singlisini baxtli qilgan Alisherjon sizga rahmat va mana shu baxtingizga ko'z tegmasin deymiz. Mana shu xonadonlaringizda doim yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Shu akalaringiz mayli bug'doyzorlarni o'ralamasin-da, mana shu yaxshi kunlaringizda samolyotlarda uchib kelib singlimni tug'ilgan kuni deydigan baxtlarga erishingizni. Albatta. Senga yelkadosh bo'lgan, ko'zlaringga yosh to'lgan, sen uchun borin bergan singling bo'lsa yaxshida. Sharqroq soy so'zlari, ko'z munchoqdek ko'zlari, onang kabi yuzlari, singling bo'lsa yaxshida. Doim aybing yashirib, yutug'ingni oshirib, aybing bo'yniga olib, akang bo'lsa yaxshida. Ba'zan to'lib tossa ham, onajon deb sossa ham, sezmaysan hech sira ham, singling bo'lsa, akang bo'lsa yaxshida. Zor ko'nglimni obod qilgan ko'ngillarim, ota uyda qushdek ruhi yengillarim, o'zga uyga yig'lab ketar bo'ldingizmi? Xudo bersin baxtingizni singillarim. Qizi bor uy karvon saroy bozor ekan, qizi borning savdolari bisyor ekan, tayyoriga kelgan yangi ayyor ekan. Ota uyda qushdek ruhi yengillarim,
Xudo bersin baxtingizni singillarim. Siz edingiz bonalikdan hamrohimiz, har yaxshi-yu yomon kunda ogohimiz. Endi oyda bir uchrashar nigohimiz. Xudo bersin baxtingizni singillarim. Kuzatar Bugun o'sha Faxrlar sagasi degan o'sha Qiziltepani farzandi. Shunday akalar boshqalarga o'rnak bo'ladi. Bu loyihaning asosiy mazmuni ham o'sha hamma qadar hozir biz o'sha mehrdan uzoqlashayotganimiz, faqat telefonda tabriklab qo'y va tabrikladik singlimni demasdan, mana shunday sovg'a salomlar bilan o'sha singlisini yo'qlab kelgan Alisherjon mana shu guldasta bilan eng yaxshi tilaklaringizni aytib, singlini tabriklaysiz. Marhamat. Endi shuncha yo'l bosib kelib, endi chiroyli tilaklar va chiroyli niyatlar. Singlim seni juda ham yaxshi ko'raman. Sen boshimizga sog' bo'lgin. Kuyovlar bilan baxtli bo'lgin. Oilang doim quvonchli bo'lishga, oilangda quvonch, shodlik bo'lishiga harakat qilgin. Doim yuzingdan nur, ko'zingdan tabassum arimasin. Hech qachon seni yaxshi ko'raman. Kuzatar choqsizni hatto eng bag'ri tosh, otalar ham bo'sab qolar ko'zida yosh. Sizga bo'lsa shirin g'amlar bo'lsin yo'ldosh, ota uyda qushday ruh yengillarim. Xudo bersin baxtingizni singillarim. Kanog'ida binafshalar ochiladi. Uforidan rayhon hidi sochiladi. Esga olib ko'zimda yosh tomchiladi. Singillarning eng sarasi mening singlim. Bir oq desam hatto jonin fido etar. Iltijosi yaratganga borib yetar. Kulishlari volidamga o'xshab ketar. Singillarning eng sarasi mening singlim. Kuyunib zor boqar yo'g'u kamimizga, quyoshdek teng mehr berar hammamizga. Kipriklari o'xshab ketar ammamizga. Singillarning eng sarasi mening singlim. Yuragini bosmasin hech alam deyman. Sen dunyoda eng chiroyli sanam deyman. Jonimizni o'ylari kichik onam deyman. Singillarning eng sarasi mening singlim. Qizchog'ingiz oqdi go'yo anhorlarga, quchog'ingiz to'ldi bugun yor-yorlarga. Oq tonglarni o'rang endi oxorlarga. Xudo bersin baxt. Kechagi o'g'lim tug'ilgan kun edi, bugun qizimning tug'ilgan kuni, Alisher Navoiyning tug'ilgan kuni, o'g'lim tug'ilgan Alisher. Minglarga kir, doim sog' salomatli. Topganiga baraka bersin bacham. Shuni o'sganki porlab uch osmonlarda uchgin bacham. Qizimni ham tabriklayman. Minglarga kirsin. Doim sog' bo'lsin. Kelajakdagi ishlariga rivoj tilayman. Bu ham unsin, o'ssin, ko'paysin. Xudolarım sog' salomat bo'lsinlar. Hammalar xush kelsinlar uyimizga. Sog' bo'linglar doim. Qani edi tabiat qo'lidan kelsa, abadiy etolsam sening umringni. Rozi edim onajon iloji bo'lsa, senga qo'shib bersa mening umrimni. Bir kechalik Allang hurmati uchun 100 yillik umrimni bag'ishlasam kam. Ko'chirsam qalblarga qalblaring kuchun, qarzim uzilmasdan qolur shunda ham. Ona, mabodo bo'lsaydim zo'r haykaltarosh, senga yuragimdan yasardim haykal. Yo agar bo'lsaydim muy qalam noqqosh, surating chizardim berib nesayqal. Ona, oralib qolibdi sochlaringga oq. Ol meni sochlarim qoralarini, tishlaring chipti xo'risin mabroq. Ol mening tishlarim saralarini. Qaralashib qolmish ko'zlaringda nur, ko'zlarim nurini olgin onajon. Roziman xizmating qilsam bir umr, yuragim qo'rini olgin onajon. Onajon, bu galgi yurak so'zimni senga bag'ishladim, senga onajon. Yo'q, yurak so'zim emas, balki o'zimni senga bag'ishladim, senga onajon. Qani onajonni tabriklab qo'yamiz. Benim aziz umidvarim, gözümün nuru onamdur. Suyanganimdir xumorim, gözümün nuru onamdur. Benim aziz umidvarim, gözümün
ko'zimning nuri onamdur. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdur. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdur. Rahmat. Ikkalamizni tug'ilgan kuni, singlimizni tug'ilgan kuni ikkovlari ham bir mashaqqatli kasb tanlagan. Albatta. Bu yil o'zini yo'liga shu mashaqqatli kasb tanlagancha mana ota-onalari o'stirib ulg'ayib shu darajaga yetkazgan. Bularni hayotida ham omad, ishlariga ham omad, Alloh bergan umrini chiroyli yashab o'tsinlar. Hech qachon hayotda ham o'sha o'zlarini olib boradigan xalq xizmatidagi ishlariga ham qo'rqmang, faqat yaxshilik bilan oldinga saxovatli bo'ylardan bo'ling. Doim sog' bo'linglar. Xudolarim sog' bo'lsin. Onasizni ham tabriklaymiz. Qizimiz ham salom kuyovimizni ardoqlab hamma yaxshi kunni yaratinglar, mehnat bilan hamma joy obod bo'ladi. Yaxshi mehnat bilan xalqning ichiga yaxshi obro' topib yurish nasib qilsin. Sizlar ham mana sekin-sekin o'sib ulg'ayapsizlar. Mashaqqatli kasblaringizga omad, ishlaringizga omad. Qo'ygan gullar ulug' bo'lsin. Sizlar shunchalik yetishtirdik. Keyingi farzandlarni bundan bizadan yetishtirgandan ziyoda yetishtiringlar. Kelajaklaringiz bizni kutgandan ziyoda bo'lsin. Yurtimiz tinch, sog'lik bo'lsin. Farzandlar ketidan huzur ko'raylik. Farzandlarni baxtsiz dada, hayotimiz naqshsiz dada. Dunyoda ko'p yaxshi odamlar, siz hammadan yaxshisiz dada. Farzandlarni baxtsiz dada, hayotimiz naqshsiz dada. Dunyoda ko'p yaxshi odamlar, siz hammadan yaxshisiz dada. Ana Xudobiya, to'ygan kunlarni ko'zini ko'ring. Xudobiya ham sog' bizda ana Ashajon to'ygan kunlar ko'zini ko'ring. Bundan ulug' bo'lsin. Ham qizimiz ham kelinimiz. Ana bu kishi Xudomiz. Xudochim ming yil bo'lsa Xudo bo'la. Allohga ming shukr deyman. Bitta onam ikkita bo'ldilar. Bitta otam ikkita. Hammalariga rahmat deyman. Shuncha bizni o'stirib katta qilishni o'zi bilmaydi. Endi boshimizga tushib bilamizki, juda ham nima ekan, qiyin ekanda. Qiyin emas. Hayot mazmuni ekan deb qo'y. Hayot mazmuni shundan iborat ekanda. Hammalariga rahmat aytaman. Sog' bo'lsinlar doim boshimizga, umrlari uzoq bo'lsin. Doim bizning yaxshi kunlarimizni ko'rib yurish nasib qilsin. Qushdan sal tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim. Yalpizli lolali bahorim, bu mening onam, bu mening onam. Yaşayapti menga ishonib, bu mening onam, bu mening onam. Qushdan sal tinmagan bedor. Avvalambor mana bugun kelinim emas, qizimni tug'ilgan kunlari ekan. Chin yurakdan tabriklayman. Sog' bo'lsinlar, iloyim. Kasbkorlarga Allohim baraka bersin. Iloyim yaxshi yutuqlarni erishib, hamma o'qituvchilarni hammani ardog'ida yursinlar. Ashirjonni ham tabriklayman. Martabalari ulug' bo'lib, kasbkorlarga Allohim baraka bersin. Sizni ham tabriklayman, Dilobar. Umringiz uzoq bo'lsin, ilohim. O'ylagan niyatlaringizga yeting. Hammalari sog' salomat bo'lib, 100 yoshlarga kirib, farzandlarini nasib bo'lsa
orzu havaslarini ko'rsinlar. Hayot tashvishlari ko'zni qilsin ham. Yuzlarida doim quvonch yurarkan, ming qardosh yonida bo'lganida ham singlisi bor aka baxtli bo'larkan. Yasharmish ko'ksini kelib har doim, har oni quvonchdan shodon o'tarkan, baxtiyor sezarmish yashab har onin, singlisi bor aka baxtli bo'larkan. Duogo'yim dermish onamdan keyin, g'amimni olguvchi singlim deyarkan, yo'li ochiq bo'lib jannatidan tayin, singlisi bor akalar baxtli bo'larkan. Donni bosib o'tsa bo'lar singil uchun, jonni fida qilsa bo'lar singil uchun. Otavida ulg'ayish bor, qolish yo'qdir. Singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun. Otavida ulg'ayish bor, qolish yo'qdir. Singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun. Singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun.